Bizga bugungi kotletimizga tovuq filesi kerak bo'ladi. Mana maydalangan. Endi bunga biz bitta tushunka solamiz. Tushunkani bugun nevaram bilan tayyorlayapmiz. Tushunkani qo'shamiz. Tovuqni o'zi qilganimizda u darajada mazali chiqmasligi inobatga olib tushunka soldik. Mol go'shtidan assorti. Hop, endi bunga biz pripravalar solamiz. Pripravalarimiz ichida bizda tuz yarim choy qoshiq, kurkuma 1 qoshiq choy qoshiqda, zira, murch yarim qoshiq choy qoshiq и zira 1 qoshiq to'la и salat tuzi. Endi bunga biz tuxum chaqamiz. 1 dona tuxum. Tuxumimizni chaqib oldik. Mana. Endi bunga biz piyozimizni qo'shamiz. Piyozimiz o'rtacha kattalikda 4 dona. Ichida kashnich maydalangan. Kashnichimiz bor ichida. Endi bunga ko'p emas, 4 osh qoshiqda tolqon solamiz. Uyimizda o'zi tayyorlangan домашний tolqon. Va endi bizda chesnogimiz qoldi. 2 dona chishchasini chesnokodavkadan yoki yo'q bo'lsa qirg'ichdan o'tkazsangiz bo'ladi. Endi buni hammasini yaxshilab aralashtiramiz. Bunga yog' qo'shmaymiz, chunki tushunkamizni o'zini yog'i bor. Qiymamiz tayyor bo'ldi. Hozir ozgina ta'mlari bir-biriga o'tishi bilan kotletlarimizni formalarga keltiramiz. Qiymamiz dam oldi, tayyor bo'ldi. Mabodo qo'lga yopishadigan bo'lsa, chinida suv oling, sovuq suv. Shunda kotlet qo'lga yopishmaydi qiymasi. Agar birinchi marta tayyorlayotgan bo'lsangiz, tarozida 60 yoki 70 grammdan qilsangiz chiroyli chiqadi. Bo'lmasa, bizga o'xshab o'rganib qolgan bo'lsangiz, qo'lingizda qilaverasiz. Kotletimizga tolqon kerak bo'ladi. Buni tolqonga belab olamiz. Chiroyli qilib, chiroyli rangda chiqadi. O'zing ayt. Kotletimizni noan'anaviy holda, tarzda biz duxovkada pishiramiz. Unga pergamin qog'ozi qo'yib, yog'lab turib, mana shunaqa qilib kotletlarni joylab chiqamiz. Mana kotletlarimiz tayyor bo'ldi. Formalarga keltirdik. Endi bularni duxovka pechiga 220 daraja issiqlikka 20 minut tepa pastga qo'yamiz. Kotletlarimiz tayyor bo'lguncha biz kotletga qo'shib yegani chesnochniy sous tayyorlaymiz. Unga bizga 5 dona chesnokni chishchalari kerak bo'ladi. Sober qizim. Buni chesnokodavkada hozir maydalaymiz. Chesnoklarimizni chiqarib oldik. Endi bunga smetana, yarim qoshiq murch va hammasini aralashtiramiz. Smetanamizni solamiz. Hozir bunga endi damiz yarim choy qoshiqda. Yaxshilab aralashtiring qizim. Mazalari bir-biriga o'tsin. Hayajonli damlar. Hozir qizim mazzasini bizga tatib beradi. Degustatsiya boshlandi. Qani qizim? Ichlari ajoyib pishgan. Mazasi qalay bo'ldi? Zo'r.
gapni. Mana azizlar, sizlar ham pishirib ko'ringlar. Hamma nima solingan bo'lsa, hammasini grammlarini описаниеda yozib qoldiramiz. Osh bo'lsin.